Ferzipam chiqqanlarida bular chiqishi kerak edi. Yaxshi muomala qilish kerak edi Ferzipam chiqqanida ota-onasiga. Mana bunaqa o'g'lingiz mana bunaqa ish qo'yibdi, uyiga borganlar hattoki. Naoborot Ferzipam mensimasdan u yog'iydi, bu yog'iydi qilib, Voy, to'xta nima Shartmanda bo'lyapti deyish shunaqa ishlamyoqdimi? narsalar yo'q. O'shaning uchun bularni o'zi bular umuman oilaviy nosog'lom insonlar. Bularni hammasi nosog'lom. Hech qaysi bir sog'lom bir nimaga ega emas. Bundoq bir yuz qo'yib, bundoq o'tkazib turib, har xil voqealardan bundoq gaplashib o'tirsangiz, u inson bilan 1 minut ham o'tira olmaysiz bunaqa insonlar bilan. Bular yana bir marta qaytaraman, dunyodan, zamondan juda orqada qolib ketib qolgan shunaqa odamlar. Men yana o'ylaymanki, bular shu noto'g'ri oqimga kirib qolgan. O'sha Koreyada yurib, noto'g'ri oqimga kirib qolgan bular. Keyin yana bitta narsani men sezdimki, men to'g'risi juda ham hayron qolganim, nahotki mana Koreya ham to'g'ri endi kichkina bir davlat, o'zi bundan katta emas, juda kichkina davlat. Lekin baribirga ham juda ko'p-da yerda o'zbeklar. Nahotki bitta mana men degan bir 5-6 ta haqiqiy mujiklar yo'q deyman-da. Mana bo'ladi-ku, mana nima deyapsan? Qasam men bu yoqqa kelgan turib, mana shunday yoqasini olib, shuni o'tkazib turib, o'rnidan endi sani urib yuboradigan odam nahotki yo'q. Nahotki shunaqa odamlar yo'q edi. Amerikada bo'lsin, o'tkazib turg'azardik. O'zbekistonda bo'lsin, boshqa narsaga o'tirib turgan bo'lardi. Yo'qmi nahotki bitta zo'r odam, mana shunday yoqasidan olib, shunday borib o'tkazib qo'ygan. San erkagi yo'q deb aytuvding. Mana men erkak deb olib chiqadigan bitta zo'r pahlavon insonlar yo'qmi deyman-da. Men o'shanga hayron qolaman. To'g'ri aytishimiz mumkin, qo'rqadi, boshqa narsa. Mana bittasi qo'rqadi, ikkinchisi qo'rqadi, uchinchisi qo'rqadi. O'zbekistonliklar erta juda ko'p-ku erkaklar. Juda ko'p-ku. Nahotki bittasi topilmayapti. Xullas buni atrofida hech qaysisi bular erkak emas. Shu bloger yon atrofdagilarning hech qaysisi erkak emas. Javohir aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Siz ham o'zingiz kirdingiz, sizdan so'ramoqchi edim. Bu narsa tushunasiz, qilingiz yetadi. Kecha men Nozimaxonga qo'shiq yaratuvdim. Ko'pchilik tashlab bering dedi. Hammani o'zimda ko'rib, hammaga tashlab berdim. Saqlangan xabarlarimga men hamma shaxsiy narsalarimni tashirdim-da. Necha yil bo'lgan bo'lsa, shu sim kartami hayajonlanib ketyapman sizdan gaplashayotganimga. Hamma narsam birdaniga o'chib ketdi-da, saqlangan xabarlarim o'chib ketdi. Hamma narsa. Bo'lishi mumkinmi? Hozir yo'qmi o'sha Nozimaga atab aytgan anaqangiz? Bor, hammasiga tashlab beraman sizga ham dichkangiz bo'lsa yo. Tashlab qo'ying, bot bor, mana shu kanalga o'ting. Javohir aka, qaytarish iloji yo'qmi? Juda ham ko'p ma'lumotlarim bor edi-da, saqlangan xabarlarning ishonchli joyida bo'layotgan. U telefondan o'chib ketdimi yoki Telegramdan o'chib ketdimi? Keyin telefoningiz qanaqa telefon? Poco X7 512. Nima deysiz? Xotirasi katta. Poco-da, Poco X7. U kitayskiy telefonmi yo men adashyapmanmi? Yo'q, Xitoy telefon. Keyin bittasi yozibdi ichida. Singiljonim, rahmat debdi-da, oxirida onang ahvoliga sen ham shunaqa tushgan. Tuhmat qilyapti ular senga deganday, men kimlargadir skrinshotini tashlab berdim. Haqiqatdan ichida bittasi tashlab bering zo'r chiqdi deb, oxiri battar bo'lsang, sen noto'g'ri o'ylayapsan. Noto'g'ri yo'ldasan durbalar deb. Sizga fayl nimada narsalar yuborishganda, siz o'shani ochib qo'ygansiz. Silka yuborgansiz, o'shani ustiga bosib qo'ygansiz-da. Yo'q, hech kim silka yubormadi. Hamma faqat qo'shiq tashlab bering dedi faqat. Men uni siz telefoningizni tushunmas ekanman. Menimcha, endi men bu soha bo'yicha mutaxassis emasman, lekin iPhone bo'lganda iPhone ancha-muncha yaxshi tushunaman, men sizga tushuntirib berardim nima bo'lishini, lekin siz aytayotgan telefonni tushunmayman. Menimcha, o'sha malikadagi bir yaxshi professional shu sohani ustalariga borsangiz, menimcha mendan ancha ko'proq narsalarni bilishadi. Inna lillahi inna rajiun. Nima bo'lsa ham hamma narsam Allohdan. Nima bo'lsa, yomon narsa bo'lsa, shu narsa bo'lish kerak ekan, bo'ldi. Qilmayman. Prosta juda ham ko'p ma'lumotlarim bor. Necha yillik bu nomerni anchadan beri ishlataman. Hech kim bunaqa hujum qilmaganda, saqlangan xabarlarimga, chornoy spiskamga. Shundan ham bilsa bo'ladi, ular qanchalik nomard insonligini-da. Inson emas ular, umuman inson emas, insonlar unaqa bo'lmaydi. Men aybim nima? Men ularni yomonlamadim, ismiga bittalab aytmadim, aslida aytishim kerak ekan. Ismigacha bittalab yozishim kerak ekan. Alam qildi yozmaganim, to'g'risi.
ismlarini yaxshilab yozib yana bitta chiqarib beraman. Nima bo'lsa bo'lsin. Hamma narsani tavakkal qilaman Allohga. Ha, chiqaravering, Alam. internetga qo'ying. Bizga ham tashlab bersangiz, hamma yoqni Yig'lab aylantirib o'tirdim. tashlaymiz. Qancha yig'lab o'tirdim. Shu narsaga men afsuslanmadim qo'shiq chiqarganim. Ichidagi Qarang, ma'lumotlarimga sizda rosa achindim. shovqin bo'lyapti. Fotima, ozgina Mayli. tinchroq joyga kirganingizda yana bir kirarsiz. Noto'g'ri tushunmang, Xo'p, biz xo'p, shovqin xo'p. bo'lyapti. Xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p. Rahmat. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Javohar Assalomu yaxshimi? alaykum hammaga. Men ham bir narsani aytmoqchi edim. Meni ham Telegramdagi hamma narsa kechqurun o'chib ketibdi, hayronman. Ular hujum qilgan bo'lishi mumkinmi? Kechagina rosa men ham gapirgandim. Endi bilmadim to'g'risi. Agar qanaqa silkalar kelgan bo'lmasa yoki biron bir fayllar, APK fayllari kelmagan bo'lsa, Kelgani yo'q edi, lekin Telegramimga keyin kirmagandim. unda bilmasam nima deya olmayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu Jamoa. alaykum. Hech kimni hech Ya, narsasi o'chmaydi. Toki sizni Telegramingizga kimingizdir kirmasa yoki o'zingiz o'chirmasangiz. Chunki biz 4 oydan beri turibmiz. Hech qaysimizni safe messajlarimiz o'chmagan shu vaqtgacha. O'zlaringiz o'chirib o'rgansizlar yoki kimdir Telegramlaringizga kirsa o'zlari o'chirgan. Xo'jayiningizmi yoki kimingizmi? Chunki 4 oydan beri o'tiramiz, hech qaysimizga o'chgani yo'q shu vaqtgacha, Xudoga shukr. Uxlayotdi-da, tungi 12:00da men yashadim-ku. O'sha narsa aniq qiladi. Xo'jayinim telefonini ham ko'rdim, ulanmagan menga. Ansardoda o'chiring nima desam o'chirdi. O'chsa bizaniki o'chib ketardi-ku. 4 oydan beri urushib yotamiz. Shu. Mana gaplashamiz. Kimdir silka tashlagan, silkani ochib qo'yishganda tabassum opa. Silka bo'lsa ham o'chmaydi. Hech kim sizni Telegramingizga o'zingizdan hech kim anaqa qila olmaydi. Mana 4 oydan beri shu yerdamiz. Silka yo'q, urush endi ham o'ylayapman bo'ldi. do'stim gapirgan gapim ham. Silka tashlasa Yo'q, komplet Telegramini bizda- udalib ketish kerak edi. Yo'q, silka ham bo'lmadi deyapti-yu. Qancha tema qilishdi, qancha urushdi, lekin biron marta unaqa narsa bo'lgani yo'q, bo'lishi mumkin emas. O'zlari bilmasdan qilib o'rganlar. Yoki xo'jayinlari kirsa yoki yigitimi kirsa qilgan bo'lishi mumkin. Aytyapman, mana shu vaqtgacha hammamiz o'tiramiz, hammamiz. Endi qanaqa videolar qo'ymadik, qanaqa narsalar bo'lmadi, ovozlar bo'lmadi bizda. Ha, Nayshopa bor, Fotima. Sizni yasagan muzikangizni Nayshopa ham qiladilar. Почти 5-6 ta qilib tashladilar u kishi. Mani kanalimga kirsangiz Bir oydan bor ko'p o'shanaqa. Ha, u kishiniki ham hech qanaqa bitta qo'shiq uchun safe messajlari o'chib ketgani yo'q. Boshqa narsa bo'lgani yo'q. Sizniki menimcha yo o'zingiz bilmasdan qilib o'rgansiz yoki xo'jayiningizmi kirsa kerak menimcha Telegramingizga yoki bolalaringizmi, yo'qingizmi. Bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Восстановить qilsa bo'ladi-ku. Agar telefondan o'chgan bo'lsa, siz o'zingiz yoki bilmasdan bolalaringiz o'chirgan bo'lsa, Malikaga borsangiz ochib berishadi, qaytarib yuklab berishadi. Da, shunaqa qilsa bo'ladi. Ko'rasiz, o'zini mahallasida agar yaxshiroq bitta nima programmist bo'lsa, programmist o'rniga borib o'sha narsani to'g'rilasa bo'ladi-yu. Mahallada emas, Malikada deyapmiz-ku, Ansorda. Malikada ham Malikaga endi uzoqlik qilsa demoqchiman, chunki ko'p joylarda hozir nimalar bor, shunaqa narsalarni programmistlari bor. Katta misol uchun ITP bo'yicha o'qitadiganlar ham o'sha narsani tushunadi. To'g'ri aytasiz. Assalomu alaykum. Fotima, rechkangizga yozdim. Qarang, men o'rgatib turaman sizga nima qilishni. Yo'q, o'sha narsani tushunadigan odamlarga borib qildirganlari yaxshi. Shunga aytolmadim, o'sha IT texnologiyasi bo'yicha dars beradigan ustozlarni, o'qituvchilarning oldiga borsa, ular bunaqa narsani yaxshi tushunadi-da. Birpasda to'g'ri berishadi. Hozir hamma yoqda Toshkentning hamma yog'ida shu IT texnologiyasini o'rgatadigan nimalar bor. Kurslar bor. O'sha yerga borib yaxshi tushunadigan o'sha nimaga borsangiz, bu bemalol qilib bera oladi. Fotimaxon, sizga u nima qilmaydi. Kelli joyi yo'q. Ferzapa shetdanmi o'zi? Ha, shetdaman. Ferzapa, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat.
Xudo xohlasa ozgina qoldi. Judayam ozgina qoldi. Xudo xohlasa. Keyin mana shu Javohir o'tgan o'rinda kuni Nabbi Ansor aka, Janar assalomu alaykum. va alaykum assalom. O'tgan kuni zam hokimi nimasiga kiruvdim man. O'zi ko'pincha mani mikrofonimni qizillashtirib qo'yishardi. O'tgan kuni kirsam mikrofonimni ochishdi. Gapirganim yo'q. Eshitib o'tirmanda havas kirdida, xullas kalom mani ovozim yozilganini mani qo'yib berdi. Men aytdim, avaz dedim, bu shitir-shitir ovozlarchi menga mani asabimga tegadigan. Mani ovozimni yozgan bo'lsangiz dedim, yozib olgan bo'lsangiz, tiniq qilib yozishingiz kerak edi. Men bu shitir-shitir ovozlarni tushunmayapman nimaligini dedim, lekin agar haqiqatni gapiradigan bo'lsam, siz bir kunmas bir kun qamalib ketishingiz mumkin. Bu narsaga men 100% emas, 250% o'zimni gapimga ishonaman. Xotiram ozgina qoldi shunga. Men o'zim o'sha narsani to'g'risini aytmoqchi bo'lmayman sizga, lekin siz meni gapimga tushunmayapsiz. Hali ham bo'lsa dedim, o'sha narsani to'xtating dedim. O'sha ishingizni to'xtatib, o'zingizni nima qiling dedim. Qonunga topshiring dedim. Agar bu yoqqa mikrofonni o'chiringlar. O'zbekistonga agar ko'chadigan bo'lsaydim, lekin bilmayman nima bo'lishingizni dedim. O'shani 12 yashar qizni zo'rlab o'zingizga turmushga chiqarganingizni, hamma narsasini xalq biladi dedim o'zi. Bu nima qilolmaysiz, xalqqa oldin qocholmaysiz dedim, bunaqa narsadan. Haqiqatdan dedim. Sen yo'q unaqa gapirmang, bunaqa gapirmang. Nima deyishim kerak edi? Biz faqat haqiqat uchun kurashamiz. Nohaqlik uchun kurashayotganimiz yo'q dedi. O'sha Nozimaxonga va yer yuzidagi qancha musulmon tanishlarimiz o'layotgan bo'lsa, ayollarmi, erkaklarmi o'layotgan bo'lsa, sizlarning bo'yningizga tushadi. Shunaqa odamlarning bo'yniga tushadi u narsa. Bu dunyoda ham javob berasizlar bu narsa uchun. To'g'ri aytibsiz Ansor aka. Shu o'rinda ozgina endi gapingizni bo'laman endi. Hozir hamma mana shu tarikdan foydalanib erkin suhbat ekan. Mana shu Instagramda shu mavzularni rosa ko'p yoritadigan bitta akamiz borlar. Ya'ni Dalil.uz profilini yuritadilar. Har xil TikToklarda, YouTube'larda ayrim insonlar o'ylaydiganki, u Javohir o'zi, ya'ni men yurg'azadi deb o'ylashar ekan. Yo'q. Ular o'zi Koreyadalar. Dalil.uz degan profilni yurg'azadilar. Ularga ham juda ham katta o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Shu qatorda yana Nastarin degan bir qiz borlar. Ularga ham o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz shu o'rinda. Chunki Nozimaga adolat deb bizlarning hamma videolarimizni mana qo'yishyapti. Nozimani videolarini qo'yishdi. Internetda juda ham katta shov-shuvlarga sababchi bo'lgan shu ikkita inson bo'ladi. Endi faqatgina bu ikkita inson emas, boshqa insonlar ham o'zining hissaligini qo'shgan, lekin bular juda ham katta hissaligini qo'shgan va hozir ham hissaligini qo'shib kelishyapti. Internetda umuman tinishmayapti. Agar internet tinib qolsa, tinchib qolsa, ko'p narsa tinchib qoladi. Bular o'sha narsaga yo'l qo'ymasdan bir 10-15 ta akkauntli kerak bo'lsa ochib, har xil YouTube bo'ladimi, TikTok bo'ladimi, va hokazo hamma ijtimoiy tarmoqlarda anaqalar ochib olib, profillar ochib olib, Nozimaga adolat deb juda ham kurashishyapti. Har bitta bizani qo'yayotgan rasmlarimizni, qo'yayotgan postlarimizni qo'yishyapti. Bu uchun shu Dalil.uz'dagi aka bilan keyin Nastarin degan qiz borlar. Ularga ham o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz. Juda ham xursandmiz. Feruz opam ham juda ham mana xursandlar. Shunchalik orqa fonda turib, bular o'ylashadiki, go'yoki men bu narsalarni bilmaydi deb o'ylashadi, lekin men bu narsalarning hammasini bilib kuzatib turibmiz. Juda ham katta rahmat aytaman. Sizlar o'ylamanglarki, Javohir hech narsani bilmas ekan deb. Yo'q, men hamma narsani bilaman. Kimliginglarni ham bilaman. Qaysi profillarni boshqarayotganinglarni ham bilaman. Sizlarga juda ham kattakon rahmat deyman. Hech kim qilmayotgan ishlarni qilyapsizlar orqa fonda turib. Shu bizlar bilan yelkama-yelka turibsizlar. Qancha zo'r videolarni chiqarib berdinglar, bizlarni podдержка qilyapsizlar. Bu uchun sizlarga alohida rahmat. Bilaman, baribir efirda sizlar gapirmaysizlar, lekin baribir eshitasizlar. Shu o'rinda o'zimni juda ham qattiq minnatdorchiligimni bildirmoqchiman sizlarga. Kattakon rahmat. Assalomu alaykum Javohir aka, yaxshimisiz?
bitta savolim bor edi. Agar Salom. Hozir shundoq Feruza opani gapirasizlar, Feruza Yo'q, yo'q, mayli javob aytavsizlar. bering Просто bor. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Katta rahmat demoqchi edim. amin. Ha. Inshaalloh. Amin. Ha, eshitaman. Anaqa Koreyadagi sizni tanishlaringiz, ya'ni sizga yordam berayotgan odamlar sizga xiyonat qilgani rostmi? Koreyadagi do'stsizmi yo o'zi umuman Koreyadagi. Nozman masalasi bo'yichami? Yo'q, именно Koreyadagi. Rost juda ko'pchilik, unaqalar juda ko'p. Bu juda ko'p. O'zbekistonda ham, Amerikada ham, Koreyada ham ko'p unaqalar. Lekin endi bizni baribir ularga hamma sirimizni ishonib topshirmaganmiz. Shuning uchun biz hech qanaqa minusda emasmiz. U narsalar orqasidan odamlar kulib, anaqa mazza qilishyapti-da, lekin bilishmayapti. Hamma narsa bitmadi, hali davom etyapti. Ya shunaqa. Ani gap bor, sizlar shohir yursanglar biz bargida yuramiz degan. Rahmat javob uchun. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Javohir, sizga savolim bor edi. Assalomu alaykum. Bizomisiz, charchamayapsizmi? Salomatsiz. Ha, rahmat. Xohlasangiz javob bering, xohlasangiz mayli, javobsiz qoldiring. Detektivda post qo'yilgan edi, to есть Tashqi ishlar vazirligini O'zbekistonda zapros bo'yicha hech qanaqa xabar yo'q degan. Bu bo'yicha umuman o'sha tashkilotlarga xabar berish kerak bo'lgan insonlar bundan keyin harakat qilishdimi? Ularning keyingi qadami qanaqa bo'ldi yoki qanaqadir javobgarlikka tortish bo'yicha biz ham o'zimiz harakat qilsak bo'ladimi? Shikoyat masalasida. Mana shu narsani bir haftadan keyin mana shu savollaringizga hammasiga oydinlik kiritamiz. Bu narsa bizda ham hozir ochiq bo'lib turibdi. Bu savollaringizga javob o'zimizga ham juda ham qiziq. Mana shu bir hafta ichida hal bo'lib qoladi. Mana shu savollaringizga javoblar hammasi. Biz ham o'shani Nimaga bunaqa kutamiz. savol berdim, Javohir? Endi davay ochiqcha gaplashadigan bo'lsak, ochiqcha aytamiz. Ya'ni o'sha vafot etgan O'zbekiston fuqarolariga ajratilgan pullarni noqonuniy tarzda bo'layotganini misol uchun ko'ryapman o'zim. Bu meni shaxsiy fikrim. Bu yerda hech qaysi insonga aloqasi yo'q bu gaplarni. Ya'ni o'sha nima uchun pul ajratadigan tashkilot o'sha marhumlarni to kuzatish jarayonigacha bo'lgan voqealarni kuzatmay, o'zlari ishtirok etmay, umuman vakolati yo'q, hech qanaqa bir ularda ishlamaydigan xodimlarga pul berib qo'yib, ancha vaqtdan keyin bu pulni ajratish bo'yicha o'sha marhum egalaridan ariza talab qilishi. Nimaga aytyapman? Biz ham jalba qilaylik deb, sababi u yerda boshqa o'zbeklar ham bor-da. Boshqa O'zbekiston fuqarolari ham bor, misol uchun. Unda bir haftadan keyin javob bersiz. Ha, yo'q, o'zi bu narsa bo'yicha biz ham rosa izlamoqmiz. Endi mana shu bir haftada Xudo xolasa o'zi zo'r yangiliklar bilan chiqamiz. Siz savollaringizga ham javoblarni aniq-tiniq qilib beramiz. Biz ham hozir bir ikki joylarga yetib qo'yganmiz. Holat mana shunaqa narsa bo'lyapti deb, o'sha natijasini kutib turdik. Men tushundim o'zi aslida nima demoqchi bo'lganligingizni, aynan kimga gapirayotganligingizni hammasini tushunib turibman. O'shanga 6 kuncha qoldi shakl. Aniq bitta atvet olsam, prosta hozir gapirib qo'yadigan bo'lsam, nohaq bo'lib chiqadigan bo'lsam, ertaga yana tosh otishadi-da. Mana unaqa edi, bunaqa bo'ldi deb. O'shaning uchun hozir jim turibman. Aniq qo'limda fakt dalilni olib, mana bunaqa narsa ekan deb, keyin aniq-tiniq ayta olaman-da. O'shaning uchun hozir jim turibman gaplaringizni eshitib. Tushundim, rahmat. Feruzaxon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, rahmat. Allohga shukr. Allohning shifo bersin sizga. Oxirigacha tursangiz yaxshi bo'lardi, chunki nafaqat qizingizni o'sha nimasini, butun o'sha Koreyada bo'ladimi, boshqa davlatlarda bo'ladimi, qancha opa singillarimiz bor, ukalarimiz bor, o'shalarni nimasi ham shunga nima kelib taqaladi-da baribir. Aka, Xudo xolasa, Allohim kuch-quvvat bersa, oxirigacha turamiz, Xudo xolasa.
bunaqa tashlab ketishi yo'q, chunki bizga bu sinovni bekorga bergani yo'q Allohim. Bitta qizim emas, siz aytgandek buni orqasida juda ko'p narsalar ochilyapti. Eng hozirgi o'rinda, birinchi o'rinda turgani Allohga ming shukr qilaman, o'liklar kamaydi. Judayam kamaydi. Sezilarli darajada kamaydi. Bu yog'igayam bular bitta emas, ikkita emas, bular ko'pchilik bo'lgani uchun to'g'ri bizga bu yerda biz ham kamchilik emasmiz. Biz ham shuncha inson, xalq orqamizda turibdi, shuncha Allohim turibdi. Allohim o'zi shu yo'lni ochib beryapti bizga. Bekorga bu yo'llarni olib, bu yo'llarni ochib, bekorga qizimni tanlamagan ekan. Bunisiga ham endi har xil o'ylashi mumkin odamlar bolasi o'lganiga shukr qilyapti. Yo'q, bolam o'lganiga shukr qilganim yo'q. Yuragimda yara hech qachon tuzalmaydi. Lekin shu ishlarga tochka qo'yishimiz, nuqta qo'yishimiz, keyinchalik boshqa yoshlarda o'zimizni o'zbek millatida mana begona yurtda yurgan musulmonlarda bu narsalar takrorlanmasligiga nuqta qo'yayotganimizdan ham shukr qilaman shu narsani boshlaganimizga. Xudo xolasa hech ikkilanmasdan oxirigacha bu ishlarni olib boramiz. Bunda ikkilanish degan narsa yo'q bizda. Uydan chiqayotganda bismillah deb oxirigacha boramiz. Bir boshqa bir o'lim deb chiqib kelganman. Allohimni o'zi qo'llab-quvvatlayapti mana shunaqa kuchli insonlarni oldimga yaqinlashtirib qo'ydi. Bu hammasi bekordan emas. Buni hammasiga bir sabab bor. Sizlarning duolaring bilan, mana obunachilarning duolari bilan mana shuncha narsaga erishyapmiz. Bu yog'iga ham Xudo xolasa oxirigacha olib boramiz bu ishlarni. Ozgina qoldi Feruza opa, judayam ozgina qoldi. Albatta. Hali bu qizilarni hammasini chiroyli qilib joyiga o'tkazib, bir zax joyida ancha uzoq yillar o'sha yoqda bilib bo'lishadi, ancha aqli kiradi. Keyin o'sha paytda men bilan ota-onasini yuziga bir ko'rmoqchiman, qaramoqchiman. Qani bilan ota-onasi qanaqa ahvolda ekan? Menga ko'proq o'sha narsa qiziq. To'g'ri, Siz Javohir bilasizmi? ahvolingizni baribir ular his qilolmaydi, chunki qamoqda hech kim ularni o'ldirmaydi-ku. Bunaqa vahshiylarcha. Qonun oldida javob beradi qilgan jazosiga yarasha. Bilasizmi Javohir, bir joylarda bir narsalar o'ylaymanda, bir xilda o'tiramanda, duolarimni o'qib, joy namoz ustida o'tirganimda Allohim shunchalik berding. Menga buni davomini xayrli qilib bermaysanmi? Men seni bir ojiza mazluma onaligimni bilasan. O'zing bu anaqa sinovni menga suyuklim deb beryapsan-ku deb gaplashamanda o'zim ichimda shunday nolalarimni aytamanda. Bir xilda Xudo tavba qildim, Allohim qahri kelmasin, Allohim o'ziga ham aytaman, menga qahring kelmasin, bir xilda xafa bo'lib ketaman deymanda, keyin tiq etib miyamga uradi. Buni hammasi bejizga emas ekan Allohim deb ertasi kuni уже bitta yangilik chiqadi yo boshqa chiqsa, kecha men senga noligan edim. Men bejizga anaqa bejiz emas ekan. Demak, hammasini chekkadan ochilishini, vaqti borligini kutyapsan ekanda Allohim deb gaplashamanda. Действительно har kuni o'zlari har bitta insonga inson qo'shilib, ular inson deb bo'lmaydi, bu maxluqlarni bularni har bittasi o'zini yuzini ochib beryapti. Boyagi ichlariga oldin bular 3 ta bo'lgan bo'lsa, keyin 4 ta bo'ldi, 5 ta bo'ldi, 7 ta bo'ldi. Hozir mana bir nechta bo'lib ketishdi bularda. Ko'pchilikligini Allohim shuni hammasini yuzi ochilsin. Bandam, sen sabr qilib tur ozgina. Men bekorga bu ishni qilmayapman. Hammasini ochganingdan keyin birato'la men ochib beraman senga deb turgan ekanda. Ming shukr qilaman. Mayli, shunaqa qiyin kunlardan o'tyapmiz. Demakki, buni ham xayri katta-da. Juda katta. To'g'ri. Boshdan bosh Hammasi. har bitta kelgan odam bizga mana qanaqa nima o'yinlar qilmadi, ikkalamiz mana shu yerda To'g'ri. yelkama-yelka turib mana shu etapadan mana o'tib kelyapmiz. Shu har doimgidek gapim shu avtobusda kelyapmiz, kimdir chiqyapti, kimdir tushib ketyapti, kimdir yonimizda o'tiraman deyapti-da, bizani ichimizga kiryapti, lekin bizni baribir hech kimga sir boy bermaymiz, jim yurimiz, eshitib, lekin juda ko'pchilik odamlar xiyonat qilib ketyapti. Mana o'sha o'zidan advokat yasab olgan o'sha qiz ham o'yladiki, bularni men lo'q qilyapman deb. Uni maqsadi nima bo'ladi? Uni maqsadi sizni bu yoqqa olib kelib turib, xola qilib, shu qo'porib o'tgan shu nima boshingizdan yaxshilab, bo'ldi, mana ko'rdingizmi, qizingiz o'zini o'zi osgan ekan, mana bo'ldi, mana shuna qo'l qo'yib yuboring. Bo'ldi, endi nima deysiz endi, mana shunaqa ekanda endi
Bu yerda ko'p unaqa odamlar o'zini o'zi osib qo'yadi. Mana qilib sizni aldab, suldab bir nima qilib sizni chiroyli qilib chiqarib yuborishadi. Ha, lekin mana Allohim o'zi asta-asta chiqarib beryapti. Birinchisi agar men o'sha uydaligimda bu yerda faqat ikkita inson aralashgan, o'sha ikkala tentak aralashgan so'taklar deydigan bo'lsam, men kelyapmanda уже kamerada qarang, kelmaganimda bilmas edim. Kelyapmanda kamerada уже Jamshidni ko'ryapman. Uni orqasidan yana bir nechta ayollar chiqib hammasi yuzini o'zi ochib beryapti-da bularni. Demak, yana ochiladigan joyi borki, Allohim, ey bandam, ozgina sabr qilib tur. Yana 2-3 tasi turibdi. Endi ochdik, birato'la qolib ketmasin. Hammasini tinchitib ketish kerak bularni deb turgan ekan dedim-da keyin. Hozir bular o'zini nima kutayotganini tasavvur ham qilolmayapti Feruza opa. Lekin Hattoki o'sha kunni bilasizmi? esa Uzr. qiziq kutolmayman. Javohir, uzr gapingizni bo'ldim. Ya, Hattoki bilasizmi, dugonasiman degan anaqa ayolni yonidagi akasi ham men akasiman deb kelganini ham asl basharasini bizni obunachilarimiz ochib qo'ydi-da. Bu tezlikda yopilib ketganida ko'pchiligi bu yerda chala qolib ketib, ular davom ettirardi ishini. Yana o'sha qizlar majburlab ishlatilgan, erkaklarimiz anaqa podstava bo'lib qamalgan yoki yana bir narsalar yana davom etardi-da. Bularni bittasi qolib ketsa ham buni davom ettirardi. O'shaning uchun bularni hammasini birato'lasiga Xudo xolasa Allohim o'zi jazosini berib, bu jazoni berayotganda bizni tanlab, bizni sabab chiqib qo'ydi bu narsaga. bular hozir ichidan baribir his qilib turibdi, qo'rquv bor, lekin tasavvur qilmayapti bular nima bo'lishi. Mana hozir o'sha bloger yoshi ham 34 yosh bo'lsa, bir 10 yil beradigan bo'lsa, misol qo'yayapman-da, yoki o'sha Sirojga yoki Shehzodga bir 10 yildan 25 yilgacha o'rtasidagi endi har bittasini qilgan jinoyatiga yarasha bo'ladi-da. Endi hammasi birdaniga misol arqonni olib turib bo'yniga solmagandir, hammasini o'zini statsiyalari bo'ladi, jazosiga yarasha bir 15 yil, 25 yildan olsa ham necha yosh o'sha bolalar o'zini? Bir 30 yoshga yaqinlashib qolgan bolalar bo'lsa kerak. 50 yoshlarda chiqadi-da. 50 yoshda уже inson ancha уже kuchdan qolgan bo'ladi. Baribir bular tasavvur qilmayapti. Eng zo'r paytlarni, yoshligiga eng zo'r paytlarini qamoqda chiritib o'tkazib yuborishini. Agarda aqlli inson bo'lganda, shu narsalarni boshdan-bosh to'xta, bizni mana bunaqa chiqib qo'ydi deb turib, buni boshqacha yo'l tutgan bo'lardi bular. Bular aytolmayapti, Feruza opa tasavvur qilmayapti. Bular hali ham ishonishmayapti. Lekin oxirgi mana shu 2 hafta ishonib qolishdi, lekin o'ziga ham his qilib turibdi. O'ziga ham ona bilan his qilib turibdi. Uzr. Bitta qo'shimcha qilib ketsam maylimi? Mayli, bemalol. Yana bir marta. Kecha bitta narsa o'qib qoldimda, yomon qattiq ta'sirlanib ketdim. Bu uyda o'tirsa bo'lmaydimi, bolasini azasini tutib, anaqa qilsa bo'lmaydimi, mana qilsa bo'lmaydimi deganlarga. Baqara surasining 178-179-oyatida sizlardan o'ldirilganlar uchun sizga qasos farz qilindi deyilgan ekan. Ya'ni o'sha davomida qasosda hayot bor. Haqiqatda siz qasos olishni boshlaganingizdan beri o'limlar ham kamaydi. Sizga bu narsa farz qilingan ekan aslida. Sizga o'tiringda, bolangni azasini tutib, jim o'tir deyilmagan ekan, tur o'rningdan. Sandan bolangni yo ayolingni yo erkaklikni olgan bo'lsa